Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan biz favorit gulini yasashni o'rganamiz. Bu uchun bizga zefirni famiran kerak bo'ladi. Mana shunaqa 1 millimetrligidan foydalandim. 11 santimetr qilib kesib oldim. Biz buni fenda ham yasasak bo'ladi, dazmolda ham yasasak bo'ladi. Feni yo'q qizlar uchun dazmolda yasashni o'rgataman sizlarga. Bizga mana shunaqa mold kerak bo'ladi. Qaychi mana shunaqa machalka kerak bo'ladi. Machalkani kattaligi o'zingizlarning xohishingizga qarab mana shunday qoplasa bo'ldi. Biz dazmolni qo'shib qizitib olamiz. Qizitganimizdan keyin mana shunday qilib mana shunday qilib tekislab ushlab olamiz. Qizlar qaranglar, mana bu yog'iga ushlashga joy qolsin, ozgina ortib chiqindi chiqadi, lekin iloji yo'q. Eng kam xarj usuli shu. Bunaqasiga qilsanglar ham bo'ladi, lekin bunaqasiga yana ham ko'p ketadi, chunki bu tomonidan ham ketadi, bu tomonidan ham ketadi. Shuning uchun mana shunaqasiga qilib olamiz. Mana tekislab qilamiz. Mana shunday qilib joylashtirib olganimizdan keyin mana dazmolimizga, menga hozir sal noqulay bo'lyapti sizlarga stol ustiga olayotganim uchun mana 1 2 3 4 5 deymizda, mana shunday qilib bosib olamiz. Yaxshilab bosamiz qizlar. Bosganda ham hamma joyiga iz tushiringlar. Iloji bo'lsa yerga, mana yerga qilsanglar yaxshi iz tushadi. Hozir menga stulga ozgina noqulayroq. Mana shunaqa qilib bosib olasizlar. Mana qizlar, mana shunday bo'ladi. Mana bu yog'ini tekis qilib olasizlar. Hozir men videoga olayotganimga ozgina menga noqulay bo'ldi. Sizlar yerga olsanglar mana bu chiziqlari yana ham tekis bo'lib chiqadi. Mana qizlar. Mana bu ichki tomoni, bu tashqi tomoni. Qizlar qaranglar, bu yerda olingani, yerga bostirsanglar, baquvvatroq bosasizlar, shunda yaxshi tushadi-da. Mana. Endi sizlar bilan kesishni o'rgataman. Mana shunday qilib kesib olasizlar. Moldni chizig'ini cheti bilan kesib olasizlar. Chetlariga yaxshi tushmay qoldi bunga. Chunki yaxshi bosolmadim. Sizlar yaxshilab bossanglar yaxshi tushadi. Mana qizlar. Mana shunaqa qilib hammasini tayyorlab olasizlar. Keyin mana bu yog'ini kesib olib qo'yamiz chetga. Buni boshqa narsalarga ishlatsak ham bo'ladi. Yana bir marta ko'rsataman. Mana shunday qilib chetini qayirib olasizlar. Qayirib olganingizdan keyin 4 marta yoki 5 marta dazmolga bosasizlar. Mana 1 2 3 4 5. O'zi dazmol kichrayishni boshlaydi. Adashdim. Famiran kichrayishni boshlaydi. Issiqqa tutilganda o'shanda yaxshilab qistirib bosib olasizlar. Hamma tomonini aylantirib bosinglar qizlar. Men sizlarga moldni hali razmerini tashab qo'yaman. O'shandan ko'rib yasaverasizlar. Mana qizlar joylar, bunisi yana ham chiroyli chiqdi. Ko'rdinglarmi? Mana shunday olamiz. Mana bu ichki tomoni. Mana ichki tomonini qilib olib, kesib chiqasizlar, chizig'i bo'ylab kesib chiqasizlar. Mana shunaqa qilib. Xudo xohlasa hali gulinglar juda ham chiroyli chiqadi, hammani havasi ketadigan bo'lib. Mana qizlar, tepa qismini o'zingizlar mana bunday qilib, ortiqcha joylarini olib tashlaysizlar. Buni o'zingizlar ham bilasizlar. Mana. Qizlar, mana shunaqa qilib ortiqcha joylarini olib tashlab tayyorlab olamiz.
Mana shu bilan yaproqlarimiz tayyor.